Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Erkin Tunukefon kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Biz yana bir fayzi xonadonimizda Tunukefon ishlarimizni o'z yakuniga yetkazdik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Izboskan tumani Urganch mahallasi Andijon ko'chasida joylashgan. Biz bu xonadonimizning ko'cha shapka qismlarimizni, hovot xonasini, ichkari shapka qismlarini Tunukefonlar bilan bezab berdik. Aziz do'stlar, ko'rib turganlaridek juda ham go'zal, skromniy fasondagi Tunukefonlarimizdan qilib berganmiz. Do'stlar, bu xonadonimizga Tunukefonning kvadratiga hisoblaganimizda 152 kvadrat Tunukefon ishladik do'stlar. Tunukefonimizning 1 kvadrat metrini barcha rasxodlar ichida 140 ming so'm atrofida qilib berdik. Shunda bu xonadonimizga 20 million 800 ming so'm atrofida pul ketdi. Sizlarga ham shunaqa sifatli, kачествоli hamyonbop narxdagi Tunukefon xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimizda ko'rsatib o'tirgan nomerlarimizni aloqaga chiqib buyurtma qilsanglar ham bo'ladi. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarning ham bo'lishi mumkin aziz do'stlar. Sizlar Erkin Tunukefon kanalini kuzatib bordinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga omad.